Usta akamiz Shohrux aka tomonidan bitkazilgan obyektga bitta baho berib qo'yasizlar. Bu obyektimiz Samarqand oqoligida joylashgan, juda ham chiroyli qilib bitkazib beribdilar. Remontni qaranglar qanday usta akamiz yorib yuborganlar. Eng so'nggi rusumdagi fasondan bo'lgan kartamira fasonda usta akamiz juda ham chiroyli holatda bitkazib berganlar. Qaranglar, fantaziyalar vahshiy zo'r chiqqan. Bu tomonlariga darzoxona qismiga naqd ikkita mana shunday chiroyli parchalar tashlab va ichlarini passetka qilib berganlar. Va bu tomonlariga ham xuddi shunaqa bo'lgan. Devorni o'zini ko'ringlar, qanday yaltirashi, blesklari vahshiy zo'r chiqqan. Polirovka laklargacha qilinadi. Jidki traventinda o'zi naqd 2 sloy bo'lar ekan. Mana shu ishlarga 10 yildan 15 yilgacha garantiya beradilar. Bitta bu tomoniga baho beringlar. Bu tomonlariga mana shunaqa chiroyli ramkalar talab, ramkalarning ichida mana shunday chiroyli parchalargacha qilib beribdilar. 1 kvadrat metrni $9 dan urib berganlar. So'mda so'ragan obunachilarimiz uchun 110 ming so'm bo'lyapti. 1 kvadrat metri usta haqqi mahsulot, hamma narsasi ichida. Qaranglar, qanday chiroyli mana shunday gullargacha chizib berganlar usta akamiz. Aloqaga chiqinglar, 12 ta viloyat bo'yicha xizmatlar bor. Qaysi viloyatdan kuzatyapsizlar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Tojikiston, Qirg'izistongacha ham chiqib bemalol xizmatlarni yoritib berar ekanlar. Devorlaringiz shkaturka holatda bo'lsa yaxshiroq. Agarda shkaturka emas, mana bunday xuddi loysuvoqlik bo'lsa ham, loysuvoqlik devorlar shunday faqat sizlar kafelnik klesini olib bersalaringiz agar usta akamiz tortib, usta mana shunaqa chiroyli jiddiy traventinlarni qilib beradilar.